Uzun HTML dersidagi 41 qism HTML5 ga ishga bog'lanish SVG elementi. SVG deganimiz cho'ngaytirish va kichiklashish bo'lgan vektorlik rasm bo'lib, u Scalable Vector Graphics degan so'zning qisqartılması hisoblanadi. SVG orqali tor asosidagi vektorlik rasmga aniqlik berildi. SVG elementi XML formati orqali grafik rasmga aniqlik berdi. SVG rasmning cho'ng kichikligini o'zgartganda rasm aniqligiga ta'sir etmaydi. SVG internet tor hamkorligining o'lchami hisoblanadi. İkinci SVG'nin afzalligi boshqa rasm formatlari, masalan GIF va JPG ga selishtirganda tuvandagidek afzalliklarga ega. SVG rasmini yiziq tahrirlash orqali qurishga bo'ladi. SVG rasmini izlashga va taglashtirishga bo'ladi. SVG rasmining cho'ng kichikligini xohlagancha o'zgartirga bo'ladi, ham o'zgartirish rasmiy aniqlikka ta'sir yetkazmaydi. SVG rasmi aniq aniqlik darajasida printer tomonidan eng suzuk holatda urib chiqariladi. Uni Chrome, Opera, Firefox, Internet Explorer 9 va Safari qatorliq asosiy tor ko'rgichlarininki hammasi qo'llaydi. Tuvanda biz oddiy SVG kodini qaraydigan bo'lsak, masalan, mana misolda mana yerda SVG ga aniqlanmagan, bu yerda mana bu XML NS qiymat orqali buniki SVG ekanligini, aniki nashrning birda-bir ekanligini aniqlab berib o'tgan. Mana o'ttirda mana kod orqali bu yerda bizga bir mana bu sirtqi qirdinki ko'k rang, ondan keyin mana ichiga qizil rang o'rlashgan holatdagi bir xil 5 varniki shaklini sizish kodini bergan. Buningki unumini ko'rgan bo'lsak, ya'ni mana holatdagi 5 var. Demak, buningki kodimi men qaraydigan bo'lsak, nihoyatda oddiy. Bu shu nechuqur kod bilan bir dona 5 var shakllik vektor rasmini chiqargan. Bu rasmni mayli qanchalik cho'ngaytaylik, kichiklaylik, buningki aniqlikka hech qanday ta'sir etmaydi.